Bismillah ve salatu ve selam ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men valah. Celaleddin Suyuti rahmetullahi aleyhinin Halifeler Tarihi namlı kitabıda biz Abbasilarniki en kudretlik ve şundaqlı batur halifelerden Mustarshid Billah degan halifeniki hayatı bilen tanışıp çıkan. Bugünkü ders bu adamniki devrik münasebetlik en ahırkı ders bulup muşu halifeniki devirde ölüp ketken en meşhur şahslar hakkında to'xtalib o'tamiz. Bu adamdaki devirde ölüp ketken meşhur şahslardan Şemsul Eimme, bütün imamlarının, ustazlarının kuyaşı dep nam ağan Ebul Fazl degan kişi bulup, bu zat Hanefi mezhebiniki aynı vaktdeki en çok peşvalardan buludu. İsmi Bekir ibn Muhammed ibn Ali Fazl el-Cabiri. Kunyası Ebul Fazl. Hicriye 427 yılı doğulup, Hicriye 513 yılı Şaban ayında bu adam ölüp ketken. Bu adam aynı devirde Bukhara ülkesininki en çok muftisi hem imamı Hanefi mezhep boyunca yetilgen bir fakih bu adam. Şundaqla Bukhara'nınki şu devirdeki katta muhaddislerden sanıldı. Hem bu adam Bukhara'da yerleşken Araplar neslidir. Çünkü bu adamınki çoğu babası Cabir ibn Abdullah, yani Evs kabillerden ya Hazrec kabillerden mühim Ensari Cabir'i tutuşu da bu adam ne hem zerrenciri dep mi atayımız? Nemişka? Bukhara'nınki bir zerrenci deydiğen yetisi de makallaşkan. Ama Bukhara çoğun bir şehir. Hem Cabiri deyimiz. Çoğun babası Cabir ibn Abdullah'a nispet verimiz. Hem Sulemi deyimiz. Bu Hazrey'den Beni Selmi cemaatine nispet verip. Demek bu adam hem Hazreci mi deyimiz? Ensarilarının Hazrec kabilesinden. Ensari mi deyimiz? Ensarilarga berilgen ortak bir iftihari nam. Hoş. Bu adamniki hem de şu atıboğulları Bukhara'da yerleşken boğaçka bu adamın şu Bukhara'da tuğulgan. Bukhara'da tuğulup Bukhara'nınki aynı devirdeki ölümalarda İmam Saraksi deyimiz. Onun başka büyük Hanefi mezhepteki ölümalarda okugan. Hem şu devirdeki büyük muhaddislerde bu adam okup çıkan. Hatta mesela Sahih Bukhari'lerini şu mezgilde okugan değişki oldu bu adam ne? Hem de hadis ilmide mi bu adam hali makamı yüksek. Ondan başka Hanefi mezhepte mi yetilgen bir Hanefi fakih hesaplandı. Bukhara'nınki aynı devirdeki ölümaları bu adamda bütün Hanefi mezhepinki ustazı, peşivası, piri dep atılan. Çünkü Hanefi mezhepinki bütün şahçı tarmak, usulü meselelerini yadlagan. Nurgun İslam dünyasındaki mühim şehirlerde nurgun şagirdler bu adamdaki kışığa berip şu yerde Bukhara'da bu adamdan ilim öğrengen. Bu adam fakih bulup kalmay tarih ve nesep ilmini münayet yaxşı biladigan büyüklerdi. Aynı devirde Bukhara'da bu adam mufti bolgan. Bu adamның Bukhara'da mufti bolgan peyti qaysi devirge to'g'ri keldi deganda Qarxanlar devriga to'g'ri keldi. Demek bu adam Qarxanilarning muftisi deyishki bo'ldi shu paytlarda. Bu adamның ilimdeki, ilim irpondagi ustunligidan aynı vaqtida bu kichik Abu Hanifa deb nom bergan. Hatta İbn Kesir rahmetullahi aleyhi bu adamdan ait köp maqtagan. Meselelerni so'rab bo'g'icha zade kitap qaramay turib cevap berip hemmini delil ispat ekilip mundaq qilganda Allah Taala rahmet şefqatiga olsin bu büyük Allah'ımını. Bu devirde ölüp ketken yeni bir büyük şahslardan Ebul Vafa İbn Aqil el-Hanbali degan kişi. Ali İbn Aqil namı meşhur. Hicriye 431 yılı doğulup Hicriye 513 yılı yani miladiye 1119 yıl ölüp ketken Irak'nın aynı vaxtdaki meşhur Hanbali mezhepki teve büyük allame ustazlardı. Nurgun kitaplarını yazgan şu öz payetlerde. Bu adamdaki Kitabul Funun namlı kitabı var. 800 tom. Bek çoğun kitap. Bunu veznese, tefsir, fıkıh, usul, gramatika, lügat, şiiriyet, tarih, hikaye, kıssalar, münazara, türlük sorularda deyilgen, encümellerde sözlengen leksiyalar. Hatta İmam Zahabi rahmetullahi aleyhi bu kitap doğruluk yapılıp, bu kitaptaki bir kitap dünyada yazılıp bakmagan degen. Keşf-i Zunun namlı kitabının ki Abdurrahman Hacı Halife
Bu Kitabul Funun Ali ibn Aqil Bag'dodiyninki kitap bo'lib, bu yerda 400 dan ortiq fan jug'langan kitap dedi. Demak, bu kitapda hamma narsa bor deyishga bo'ladi. İslamiyet münasebetlik bo'lsin. Onundan başqa ommaviy ijtimoiy turmushga münasebetlik bo'lsin. Hokazo. Onun ustiga bu adam şu öz davrida Hanbali mazhabidagi büyük ulamosi bo'lish bilan birga bu adam nayt katta mutakallimchi, ya'ni kalamshunos. Yani kalamshunos deganimiz ayni vaqtida ilmiy kalam nayt zo'r taraqqiy qilgan. Chunki ayni hozirgidek masalan dialog, so'z bilan, dalil, isbot bilan qoyil qilib sunmaydi bu masalalarni. Onun ustiga bu adam hamda nayt taqvo zoid o'tgan. Mesela bu adamdaki zaitlik meselelerden İbnül Cevzi rahmetullahi aleyh İbn Aqil hakkında gap qilib, İbn Aqil şu deb beribganda, men bir haj qilgandim debdi. Mush adam. Haj qilib bir qizil jiplik bir marvoyat tepib oldim deydi. Bir marvoyat zenci hamda gilapka. Tepib olib shu ketib olsam bir ama bir adam va shu meningki bir marvoyatim bor yo'qolib ketdi. Bir tepib olgan odamga 100 dinar bermadi dedi. Qaytırıp verdim, 100 dinarını verip de almadım dedi. Aynı vaxtda bek çoğun pul bu mervayet lazırgıdak. Onda yasalma ticari emez. Nati netçil pişip yitilgen. O bir mervayetini xili pul alırgan bir tilini. Manda peyitler bu. O adamdan belki 100 dinar pulusunu almay, ben Şam'a kettim dedi. Kuddus'unu ziyaret kılıp, Bağdat'ı berip, Bağdat'ı baray deyip, Halep'e badım dedi. Halep bazı Suriye'de o hem de. Şöyle bir mescid gidip namaz okup durup koskan içip gitti. Bana bir tamak verdi, namaz okup verdim ulağa. Çünkü tunca Ramazan tüşüdeydi. Onlar dedi ki bizim imamimiz ülep gitti şu ayda. Biz gibi namaz okup versen olap ki şu ayda turup, Ramazan ayda depti. Makul dep namaz okup verdim. Açta kılıp tutsam ular dedi bu ülep gitken imamimizden bir kızı vardı dep. O kızını bana tanıştırdı de onu aldım dedi. O ayoldan bir ricil birlik turup şu jarayonda bir oğlum bo'ldi. Şunun bilan bu ayol o'zing to'g'tida og'rib qoldi deydi. Shunda qarsam bo'ynida haliqi men haramda tepib olgan, hajda tepib olgan qizil jiplik marvoyat turdi. Shunun bilan bu ayolga deb cho'qim shu marvoyatning bir voqeasi bor deb uning bo'g'ay avolini so'zlab bersam, u ayolim yig'lab ketib, sen şu ezbiray xuda dadam davamlıq yığılab turib, ey Allah, mening qizimni mana shu marvoyat halqini gilabkini qaytirib bergan adamga o'xshash bir adamga qizimni nisb qilgan, qizimni shunda adamni qizimga arqib bergan deb shunda deb duo qiladi. Allah duoyini ijobat qilibdi deb. Shu nifas ülep ketdi deydi. Men o gilabkini oldim. Xotundan qalgan mirasını aldım, Bağdat'a qaytib ketdim deydi. Bu nayet bek. Bulab bundaq açarchilik paytlarda bek taqvolik sanılgan avval. Bulabmi o Arab yerim orli degan bir yaqin qadar bulangchilik bilan jon ko'chiradigan, jahondachilik qiladigan bir yerda açarchilik bor bu yerda bunda avvalning bo'lishi nayet nadir. Bu davrda o'lib ketgan yana bir büyük shaxslardan Abul Hasan Ad-Damg'ani namıyla meşhur bo'lgan şu davrdagi Qozil Quzzat, qozilarning qozisi degan kishi. Bu kishi Hijriyat 446-yili Bag'dodda tug'ilgan. O'zining dadasi bilan katta olim bo'lg'achqa dadasida o'qigan, shu davrdagi ulamolarda o'qib, keyingi mezgilda 20 yosh shu paytlarda bu odam qozi bo'lgan. Keyingi shu 4 xalifaniki davrida Qozil Quzzatlik maqomida o'tgan. Bu davlatniki eng oliy qozisi bo'ladi. Mustazhir, Mustarshid, Rashid, Mustanjid qatorliq bu shaxslarniki davrda. Bu adam 24 yil qozilik qilgan deb niyat o'zi irodalik, fikri o'tkir, kaskin, sehiy, haybatlik, mard odam deyilgan. Bu kishining Hijriyat 513-yili o'lib ketganligi xotirlangan. Bu davrda o'lib ketgan yana bir buyuk shaxs o'z davridagi dongli qori İbn Bellimetul Muqri degan kishi. O'zi İbn Bellime nomi bilan mashhur. Bu kishi o'z Iskandariyada yashagan, hozirgi Misrniki Iskandariyada. Shu yerda qiroat ilmi bilan shug'ullangan. Bu odamniki Talxisul Iborat
Bilatifil İşarat namlı qiraat münasebetlik bir kitabı var. Demek bu adam şu Mısır diyarındaki aynı vaxtdaki qiraat ilmida tuhfkar ustaz deyishki bo'ladi. 514-yili o'lib ketgan. Ondan başqa bu davrda o'lib ketgan yana bir shaxs To'g'roi nomi bilan mashhur bo'lgan Lamiyatul Ajam nomli bir kitobniki avtori. To'g'roiniki ismi Muayyiduddin Abu İsmail Husayn ibn Ali deymiz. Faxrul Kitob deb nomi bor. Hijriyat 455-yili tug'ilib, Hijriyat 513-yili. Miladiya 1121-yil to'g'ri keldi o'lib ketgan vaqti. O'zi shu davrning dongli shoiri, adib, vazir ham kimyogar bu adam. Ximiya ilmi bilan shu vaqtda dong qozongan. Bu odamniki shu Lamiyatul Ajam nomli kitobi eng mashhur. Bu odamniki asli tug'ilgan yurti Asbahan, Ironda. Lekin bu odamning kelib chiqishi arablardan. Nima ish bu odamda To'g'roi deymiz degan vaqtida ashta bir xat nusxasi bor ekanda, shu xat nusxasida yozg'achqa bu odam shuni To'g'roi deb atagan hamda. Bu odam hamda o'z davrida shu Saljuq oilasi, Saljuqlar jamoatiniki nihoyat ko'p xizmatini qilgan. She'r yozish deymiz, Sultan Mas'udniki vazir bo'lgan bu odam ayni vaqtida. Hatto davlatniki shu divanga bir narsa yozadigan, hozir nima deymiz bu namda arxivga ega bo'lgan bu odam. Ammo bu bichora shaxs shunday bir ulamo bo'lishiga qaramay, Sultan Mas'ud bilan Oksim Sultan Mahmudning orasida ixtilof urush bo'ldi-da, hamda Saljuqlar taxt talashib. Shu oraliqda bu asir uchib qolgan. Sultan Mahmudning qo'liga. Başka bir kısım bu adamdaki düşmanları bu mulhid, dinsiz bu deb aqidasi şatak va deb buni tuhmat qilish orqali oxiri shu vaqtida bu odamni o'limga hukm qilgan. Yani bu o'limga hukm qilish ko'pliga o'limoniki o'limga hukm qilinishi siyosiy g'araz. Uning aqidasida, adab axloqida masalalar kam uchraydi. Ammo düşmanlari, hasadxo'r odamlari buni chiqib, huquqchilarning qo'lida bo'g'ashqa, bularni shu orqali ko'zdan yo'qtidi. Bo'lmasa bu adam şu devirde birinci derecelik edip, birinci derecelik şair. Öz devirde bunundek şiiriyet ilmida, edebiyat babında bunundek yetilgen ulema yok. Bunun şu Lamiyatul Ajam namlı kitabı bu adamdaki ne kadar büyüklüğe dalalet. Çünkü bu adamın Lamiyatul Ajam namlı bu şiirini aynı devirdeki nurgun ulemalar bunu şerirsini yazıp kaldığı. Onundan başka bu adamdaki ximiya ilmida buna ait nurgun eserleri var. Mesela Camiul Esrar ve Terkibul Envar fil İksir, Miftahur Rahme ve Masabihul Hikme fil Kimya diye qatarlıq. Onundan başka bu devirde ölüp ketken meşhur şəxslərdən Ebu Ali Es-Sadafi degan kişi. Bu Hüseyin ibn Muhammed ibn Fira namıyla meşhur. Hicriyat 454-yili tug'ilib, Hicriyat 514-yili ölüp ketgan. Aynı devirdeki Endolus'un bugünkü İspanya'nınki dağınık muhaddislerden hem Endolus'unki büyük qazisi bu adam. Hadis ilmida ait nurgun riyazetlerini çekken 160'tek şeyhta hadis ügengen bu adam. Ama şu hadis ilmini egallash için bütün O'rta Sharq diyarlarını bu kezip çıkan. Onundan başka bu adam aynı vaqtida şu qazi bo'lmayma deb Murabitullahning qazilik mansibini rad qilgachqa bu adamı tutuş bayrak çıkarıp, türmelerde yetip, kaçıp, nurgun erziyetlerini tatkan bu adam. Bu adam aynı vaqtida şu Endalus'ta ahli selipler, Endalus'un bir kısım zeminlerini besip kirgen vaqtida özünki bütün şagirdleri, mescidlik adamlarını yığıp, bu ahli selipga qarşı çıkıp, Yusuf ibn Taşfin'in oğlu İbrahim kumandan bu urushda Ma'rifat Qatanda deydigan bir urush bo'lganda ahli seliplerden. Bu urushda davlatning askarlari qochib ketgandan keyin bu odam o'zining shogirdlari bilan urushdan yonmay oxiri shahid bo'lib ketgan. Bu davrda o'lib ketgan yana bir shaxslardan Abu Nasr al-Qushayri degan büyük zat. Bu kishi Abul Qasim Qushayri degan dağınıq bir zoidniki o'g'li bo'ladi. İsmi Abdurrahman ibn Abul Qasim. Hicriyat 439-yili tug'ilib, Hicriyat 514-yili, ya'ni miladiya
1120 yil o'lib ketgan. Bu adam öz devrdeki Şafii mezhebinin büyük uleması, fakihisi, hem kalamşunas hem grammatşunas ulema. Ebul Kasım Kuşeri'ninki büyük, yitik oğullarınınki biri. İlimlik hem nam şöhrette keng taralgan. Ebul Kasım Kuşeri'nin dağınık ulema, zahid. Bu tasavvuf iqimideki büyük pişva deb qaraladi, ama Ehli Sünni vel Cemaat firqasiga uygun aletdeki sopi bu. Onun üstüne bu adam İmam-ül Harameyn'de okugan. İmam-ül Harameyn Gazali'ninki ustazı. Şunlaşka bu adam Şafii mezhepte yetilip, Şafii mezhebininki büyük ulemalardan bulup yetilip çıkan. Bu adam aynı vaxtada bir fitnek uçurab qalgan. Bağdat'a gelip Bağdat'ta leksiya sözlep, kutup sözlep qilgan vaxtida Eşari mezhebini bekrek güçlendirip Hanbali mezhebini biraz ayıplab qo'yganda shu sebepten bu yerda fitne chiqqan. Bu bilishtigishlik nokta imkon bor fitne so'raydigan, xalqning ittifoqlik buzildigan masalani ommaviy so'rinda demagan, so'zlamgan yaxshi. Bu sebepten nurg'un fitne fasodli bo'lib, o'lim yetimli bo'lib bu jarayonda bu odam dastlabki bir haj qilib, shu hajdan keyin bu leksiyani so'zlab, bu chatoqni terib qo'yib, nurg'un urushlar bo'lib ketib, bu oraliqda yana keyin bir hajga kelib, hajdan bo'lsa yana bu o't o'chmagan. Hanbalilar bilan Asharilar orasidagi bu o'sha fitna fasod urush o'chmaganda nurg'un odamlar o'lgan. Oxiri Nizomul Mulk bu odamni to'lab chaqirib, hurmatlab, "Ma fitnani o'chasizlar taqsir" deb bu odam shuning bilan buni o'chirib, oxiri Nishapurga ketib, Nishapurda va'z nasihat bilan shug'ullanib, oxirgi mezgili shu Nishapurda dars o'qitish jarayonida bu odam bir kasal palaj bo'lib qolib, tili tutilib, keyingi mezgilda o'lib ketgan. Bu davrda o'lib ketgan yana bir büyük shaxslardan İbnul Qatta as-Saqli degan ulamo Hijriya 433-yilda tug'ilib, Hijriya 515-yili, ya'ni milodiya 1121-yil o'lib ketgan. Bu odamning o'z davridagi büyük adib va lug'atshunos, lug'at ilmi bilan ko'proq shug'ullangan. Bu odam shu Siqliya, yani hozirgi Italiyaning Siqliya degan bir yeri bor. Shu yerda tug'ilgan bu odam. Ayni vaqtda bu yerni arablar egallagan. Bu odam Andalusda o'qib, İtaliyani ayni vaqtdagi ahli saliblar egallagandan keyin Misrga qaytib kelgan. Misrga qaytib kelgan. Misrda Fustatda o'lib ketgan bu odam. Bu odamning Ad-Durratul Khatira fi Shu'ara'il Jazira, Kitabul Af'al, Abniyatul Af'al qatorliq shu arab tilshunosligiga munosabatlik büyük bir kitoblar bor. Bu davrda o'lib ketgan yana bir büyük alloma shaxs İmam Bag'aviy rahmatullohi alayhi. İmam Bag'aviy büyük mujtahid, tirishchan faqih ulama. Bu odamning Ruknuddin, Muhyus Sunna qatorliq nomlar berilgan. Qur'oni Karim, hadis Rasulullohga zo'r xizmatlarni qilgan. Yezishdi bo'lsin, tadqiqotda bo'lsin, uchuq chiqqan, ko'zi ko'ringan büyük bir ulama. Bu odam hozirgi Afg'onistondagi Herat atrofida tug'ilgan bu odam. Buğsur deydigan o'rinda, shuning uchun buni Bag'aviy deydi. Bu Hijriya 433-yili o'lib ketgan. Ba'zilar 436-yil deb, eng muhimi shu mezgillar. Ya'ni bu odam Hijriya 516-yillari yoki 510-yillari atrofida bu odam o'lib ketgan. Demak, bu odamning o'lib ketgan vaqti bilan tug'ilgan vaqtida azroq farqli bor hamda. İmam Bag'aviyninki oilasi azaldan ilmli, kitob sunnatga ko'p yepishadigan, esladigan büyük bir ulamalar ailesi Afg'onistondagi ayni davrdagi. Hozir u vaqtda Afg'oniston demaydi, bu vaqtda biz Xurasan deydi. Xurasan elining büyük ulamosi deyishga bo'ladi. Bu odamning aqidaviy masalalarda ahli sunna vel jamoat aqidasida yashagan, o'zini hofiz, solih, salaflar yo'lida mangan degandek sifatlar bu odamga berilgan. Bu odam mezhep ilmida ham Şafii mezhebini asos qilib o'tgan. Bu odamniki nurg'un kitoblari bor, ustozlari bor, bir-biridan mashhur. Masalan, Sharhus Sunna, Ma'alimut Tanzil, Al-Jam'u Baynus Sahihayn qatorliq kitoblar o'sha odamning kitobi. Bu odamning Ma'alimut Tanzil nomli tafsir Bag'aviy nomi bilan mashhur bo'lgan bu kitobi
Bugungi kunda nihoyat ko'p o'rinlarda dars qilindi. Nihoyat zo'r tafsirlarniki biri. Ondan boshqa bu davrda o'lib ketgan buyuk shaxslardan Ibnul Fahham ismi bilan mashhur bo'lgan danglik qori. Bu odam milodiya 1031-yili tug'ilib, milodiya 1123-yili o'lib ketgan. Ya'ni Hijriya 5-asrda yashagan buyuk arab tilshunosligining peshvosi va grammatikunshunos. O'z davrida nihoyat danglik qori. Bu odam shu Mag'ribul Arabiydan mashriqqa kelib, Iskandariyada yashab, shu yerdagi Iskandariyaning ulamolarida qiroat, tajvid ilmini o'qib, arab tilshunosligida yetilib shu davrda keyingi mezgillarda Iskandariyani makon tutib yashagan. Amaliyotda bu odamning tug'ilgan o'rni hozirgi Italiyaning Siqliya oralida. Bu ayni vaqtida shu musulmonlarning qo'lida bu taraflar. Yunoniston bu taraflar asosan musulmonlarning qo'lida edi. Hijriya 516-yilda o'lib ketgan. Bu davrda o'lib ketgan yana bir shaxslardan Imom Maqomat nomli kitobning avtori Imom Abu Muhammad Qosimul Hariri. Maqomatul Hariri deydigan kitob vatanda nihoyat mashhur edi. Hozir arab dunyosida nihoyat mashhur. Mush kitobning avtori. Bu odamning ismi Qosim ibn Ali ibn Muhammad al-Basri al-Hariri mi deymiz. Basrniki danglik bu odam adiblardan. Hijriya 446-yilda tug'ilib, Hijriya 516-yili, milodiya 1122-yilda o'lib ketgan. Bu odamning eng buyuk asari Maqomatul Hariri. Bu kitobda adabiyot bobida nihoyat yetuk bir asar yozilib boqmagan deb sifatlanadi. O'zining qiyinlik darajasi nihoyat mashhur bir kitob. Bu kitobning mashhurligidan bu odam yozib bo'lishiga, bu odamni qog'ozchi ko'chirdiganlar kelib mush kitobni o'qish uchun Bag'dodda nurg'un talash tortish uchib ketib, mush odamning mush kitoblarini ko'chirish bir to'lqin qo'zg'alib ketgan. Shu paytning o'zida 700 parcha, 700 nusxa ko'chirilib ketgan, Hijriya 514-yilda. Hatto Andalusga ketgan bu kitoblarni. Demak, bu odamning mush arab adabiyotida ko'rsatgan tuhfasi shu deyishga bo'ladi. Bu davrda o'lib ketgan yana bir buyuk shaxs Maydani nomi bilan mashhur bo'lgan Abul Fazl Ahmad ibn Muhammad al-Maydani degan kishi. Bu kishi Hijriya 5-asrdagi buyuk adiblarning biri. O'zi Nishapurda yashab, shu yerda o'lib ketgan bu odam. Bu odamning Mujma'ul Amsal, Majma'ul Amsal, Nuzhatut Taraf fi ilmus sarf, As-Sami fil Asami qatorliq arab adabiyotiga, arab tilshunosligi va shunaqla arab tiliga munosabatli buyuk asarlari bu odamning. Yani bu davrda o'lib ketgan buyuk shaxslardan Abul Valid Muhammad ibn Ahmad ibn Rushd, bu Ibn Rushd nomi bilan mashhur bo'lgan buyuk ulamo. Bu faylasuf Ibn Rushd emas. Bu faylasuf Ibn Rushdniki cho'ng bo'lsa Ibn Rushd. Ya'ni faylasuf Ibn Rushd qilma shu cho'ng dadasiniki ismini qo'ygan. Bu odam Hijriya 450-yilda tug'ilib, Hijriya 520-yili, milodiya 1126-yilda o'lib ketgan. Bu odam Andalusniki Qurtuba shahridagi qozi ve Maliki mezhebinki büyük şu devrdeki uleması. Hem faylasuf Ibn Rushd'ninki çoğun dadısı bulundu. Bu adam. Bu kişi aynı vaqtida Mag'ribul Arabiy bo'lsin, hozir Marokash tarafida, Andalus İspaniya taraflarida bo'lsin, büyük bir shuhratga erishgan. Chunki shu vaqtdagi xalifa valilarniki so'rinlarda davlatniki faqisi, muftisi bo'lgan. Demek bu adam Murabittin devletininki büyük faqisi deb qaraladi ayni davrda. Bu adamniki shu bir maydoni bor shu davrda, hozir qadar saqlanib qolgan. Bu adam davlatning Ali ibn Yusufga fatvo tushirib, davlat valisi muhokamaga. G'arnatidagi xristianlarni darhol qo'g'lab, Mag'rib qo'g'lab chiqar degan. Chunki bular xiyonat qilgan ayni vaqtida. Fransuzlar ahli saliblar besib kelgan vaqtda bular bo'lashgan bu xristianlar. Bu xristianlarni qo'g'lab chiqar deb bu adam shuning bilan fatvo chiqqan. Demak, xristianlarni haydab chiqargan shu paytlar. Agar xristianlar shu davrda masalan 5-6-asrda haydab chiqarmagan bo'lsa, Andalus balkim 9-8-asrgacha saqlanmagan bo'ladi. Bu odamniki buyuk shogirdlaridan Qozi Ayaz,
Qazi Iyaz bu adamning Shifo nomli kitobi var. Rasulullohning hayotini yozgan. Bu nihoyatda büyük bir kitap. Bu şu büyük bir allominiki ustoz bo'ladi. Uning ustiga İbn Rushdniki shu fiqh ilmida At-Tahsil vel Bayan nomli kitobi va hozirmi islom dunyosida bor dars qilindi, o'qiladi. Nihoyatda büyük bir kitap. Maliki mazhabni asos qilgan. Demek İbn Rushd ailesi Maghribul Arabi, Al-Andalus, İspanya taraflarga uzun yıl bular davr sürgan. Hijriya 520 yıl bu İbn Rushd o'lib ketdi, nevrisi İbn Rushd tug'ilgan. Mana bu keyingi davrdagi büyük feylasuf İbn Rushd shudir. Bu davrda o'lib ketgan yana bir büyük shaxslardan İmam Abu Bakr Tartushi degan kishi, Muhammad ibn Valid ibn Khalab ismi. Lekin Abu Bakr Tartush nomi bilan mashhur. Hijriya 451 yılda tug'ilib, Hijriya 521 yıl o'lib ketgan büyük bir Maliki mezhebindeki faqihsi. Bu adamın Sirajul Muluk fi Sulukul Muluk nomli bir kitobi var. Bu siyasi ilimdeki yazılgan öz davrdagi büyük bir kitap. Siyaset bilan shug'ullangan islom siyasi yo'llari bu kitobni o'qish nihoyat munosib. Bu adam Andalusning Tartush nomli shahrida tug'ilgan chiqqan, Tartushi deymiz. Kichikdan bu adam Qur'oni Karimni yodlagan, qiroat, yezish, o'qishni o'zining yurtida o'qib, keyin Mashriqul Islomiy, Andalusning shu poytaxtlariga berib shu yerda o'qigan bu adam. Keyingi mezgilda Bag'dod, Basra shu diyorlarda yurib, Iroqniki ayni davrdagi ulamolarda bu adam ilm o'rgangan. Bu adamniki o'ylangan shaharlar nihoyat ko'p, hozir Turkiyaniki, shu Anadolu taraflari, Baytul Maqdis qatorliq yerlarda nihoyat ko'p yurgan. Bu adamniki nihoyat qo'rqmas boturligidan Fatimilarniki ayni vaqtdagi hokimi vazir Abzal Badrul Jamolining o'g'li Abzalga berib, qishig'i berib, buningga nihoyat mustabid zolim ekan, ne bu? Bunun nihoyat zo'r nasihatlarni qilgan. Bu podshohlik sana o'lganligidan qolgan, sen shunga o'xshash o'lsa, sen Xudodan qo'rq deb mushta nasihatlarni qilgan bu adam. Demak, bu bir boturligini bildirdi. Bu davrda o'lib ketgan yana bir büyük shaxs Abul Hajjaj Sarqusti degan kishi, ismi Yusuf ibn Musa, o'zimi Andalusdagi büyük ulamosi, o'zi qori ekan bu adam, Hijriya 520 yili o'lib ketgan. Bu adamning nihoyat yaxshi asarlari bor. Bu adamning tarjimali mushinchilik xotirlangan. Bu davrda o'lib ketgan yana bir büyük shaxslardan Ibn Sayyid Batlyusi degan kishi. Hijriya 444 yilda tug'ilib, Hijriya 521 yili, milodiya 1127 yilda o'lib ketgan. İsmi Abdullah ibn Muhammad ibn Sayyid Batlyusi. Batlyus degan bir shaharning ismi, shu yerga nisbat berilgan. Bu Batlyus degan Andalusniki eng katta muhim shaharlardan, shuni Batlyusi deymiz. Bu adam shu Andalusniki eng oxirgi podshohlar nihoyat nadon davlatlar bo'lingan, shu oymoqlarga bo'linib ketgan, bagliklarga bo'linib ketgan davrlarda o'tgan. Xo'sh, bu adamning Al-Iqtizab fi Sharh Adabil Kitob nomli kitoblari bor. Bundan boshqa mesela Muvattaning sharhisi bor. Chunki bu odamlar Andalusning ulamolari asosan bular Maliki mazhabda bo'lg'achqa, Maliki mazhabga bakrak bular xizmat qiladi. Bu davrda o'lib ketgan yana bir büyük allama Abu Ali Fariqi nomi bilan mashhur bo'lgan Shafiy mazhabidagi büyük ulamosi Hasan ibn İbrahim ibn Barhun degan kishi. Ammo Abu Ali Fariqi nomi bilan mashhur. Shafiy mazhabining o'z davridagi danglik peshvosi pir bo'ladi. Bu odam 433-yili Mayya Fariqin degan yerda tug'ilgan. Demak, bu hozir Turkiyada deyman bu o'rin. Keyin Bag'dodlarga berib, shu yerda o'qib, o'z davrida yetilgan bir büyük ulamo. Bular Shafiy mazhabida nihoyat ko'p xizmat qilgan. Bu davrda o'lib ketgan yana bir büyük shaxs Ibn Tarava nomi bilan mashhur bo'lgan Süleyman ibn Muhammed ibn Abdullah degan kishi. Bu adam Hijriya 438-yilda tug'ilib, Hijriya 528-yilda o'lib ketgan. Bu Malqa degan bir o'rin ekan. Bu Malqa degan hozir Ispaniyada. Shu yerda tug'ilgan bu adam. Bu adam shu Andalusning ayni vaqtdagi büyük ulamolarda o'qigan. Hatta bu adamniki mashhur Arab ulamosi Sibaviyning kitobiga yozgan bir muqaddimat nomli kitobi bor. Sibaviy degan bir katta olim tarixda o'tgan.
mush adamning kitobiga bir sharh yozish bu adamning kimi xili ilmdor ekanligini bildirdi. Bu adamning nurg'un grammatika haqidagi asarlari bo'lib yozgan bo'lib, jiqlari yo'qolib ketgan. Bu adamning faqat İfsah nomli kitobi hozir qadar qilib qolgan. Bu mana hozirmi bu kitob bor, İfsah nomli kitobi. Xo'sh, uningdan boshqa bu davrda o'lib ketgan yana bir buyuk shaxs İbnul Bazish nomi bilan mashhur bo'lgan Abul Hasan Ali ibn Ahmad ibn Xalab degan G'arnotilik, Andalusning G'arnota shaharlik ulamo. İbn Bazish nomi bilan mashhur hamda Hijriya 444-yili tug'ilib, Hijriya 528-yili, milodiya 1133-yili o'lib ketgan. Bu odam shu Andalusdagi G'arnotida o'tgan donglik shoir, ham qori, ham büyük bir grammatik shunas bir ulamo. Bu adam nimishqa İbnul Bazish deymiz, yani Bazishning o'g'li deymiz desa, o mushu adamning butun oti bo'lsa jamiyatining laqabi ekanda, shunga bu odamni atagan. O'zini taqvo, zohid cho'ng bo'lgan. Undan boshqa lekin mushu grammatik jihatda bu odamning xili tuhfasi bor. Asibaviyning kitobini sharhlagan deyilibdi. Undan boshqa mush qiroat ilmida büyük tuhfalar var mesela. Çünkü El-İqna fil Qiraat Sab' nomli kitoblar var. Hadis ilmida xili ko'rinarlik. Bu odam shu Andalusda G'arnotida o'lib ketgan. Hozir hamda Andalusda, Ispaniyada xristianlar egallab ketdi bu shaharlarni. Bundan boshqa bu davrda o'lib ketgan shaxslardan shoir, ko'mirchi Zopir ibn Qosim deymiz. O'zi Iskandariyada yashagan, Hijriya 529-yili, milodiya 1134-yili o'lib ketgan. Bu odamni nimishqa Haddod to'mirchi deymiz? To'mirchi. Ham shoir Iskandariyaniki. Shunga to'mirchi deymiz bu odamni. Tige mush arablarga tutishdi bu odamniki. Bu odam endi Fatimilar davrida yashagan, shu Fatimilarniki hokimlari bilan yaqinroq o'tgan bu odam. Bu odamniki bir she'rlar to'plami bor ekan, hozirmi bu kitob besilgan, bu izlar deyishki bo'ldi. Bu davrda o'lib ketgan yana bir buyuk shaxs Abdulg'ofir Farisi degan ulamo. Hijriya 451-yili tug'ilib, Hijriya 529-yili, milodiya 1135-yili o'lib ketgan. Bu o'z davridagi arab tilshunosligi va tarix ilmi, hadis ilmidagi Nishapurning buyuk ulamosi deyishki bo'ladi. Bu Abul Qasim Qushayrining navrisi. Demak, bular avlod büyük bir ulamolar. Bu odam ilm egallash uchun Xavorizm, G'azna, Hindiston qatorliq diyorlarni kezgan, Nishapurda o'lib ketgan. Bu odamniki shu Sahih Muslimningki xom so'zliklarini yozgan, sharhlagan Mufhim nomli kitobi bor. Siyoq nomli Nishapurning tarixini yozgan bir kitobi bor. Mujmaul G'aroib va Minbaul G'aroib qatorliq kitobi bor. Bu kitobi besilgan, bu Mujmaul G'aroib degan kitobi. Xo'sh, endi bu davrda o'lib ketgan hamda buyuk shaxslar mushinchilikka, bundan boshqalarni aytib bor, ammo kitobda qoldirilgan mushinchilik. Shuning bilan biz Mustarshidning hayoti bilan tanishib chiqdik. Biz keyingi xalifa Rashidning hayotini biz keyingi darsimizda to'xtalamiz. Va sallallohu alayhi va Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.